Hürmetli televizyon kögücüler, hazır körvatkanlar Şinjan televiziya stansiyasida Huyu Medeniyet Taqıt şirketi bilen Şinjan Elbidar Medeniyet Media Çeklik şirketi birleşip İmran Xalqaro Sol Çeklik şirketinin qo'llashida yo'l qo'ygan notuq so'zlash xarakterdagi programma ular shundoq deydi. Ya'ni bu programmamizda har soha, har kasbda utuq qozongan shaxslarni taklif qilib, ularningki hayot kechirmishlari, turmush ta'sirotlari bilan o'rtoqlashamiz. Bu orqali jamiyatga yangicha ilhom va umid ato qilamiz. Adalet Qasim 1946-yili Ulji shahrida tug'ilgan. 1977-yili Shanxay 2 tibbiy universitetining Eg'iz bo'shliqi meditsina fakultetini bitirib, sobiq Xinjiang tibbiy instituti qarmog'idagi birinchi doktorxonaga taqsim qilingan. Adalet Qasim 1987-yili sobiq Sovet ittifoqi o'sma kasalliklar tadqiqot markazidagi doktor aspirantlik o'qishini tamomlab, jafoliq o'g'inish va ajr badiliga doktorlik unvoniga erishib, ayni chaqda avtonom rayonimizdagi barmoq bilan sanavog'idek doktorlarning biri sanalgan. Shundaqla Xinjiang Eg'iz bo'shliqi sohasining taraqqiyotiga va Xinjiang tibbiy universiteti Eg'iz bo'shliqi fakultetining qurilishiga qo'shgan tuhfasi nihoyat zo'r. Adalet Qasim Xinjiang tibbiy universiteti qarmog'idagi birinchi doktorxona Eg'iz bo'shliqi bo'limida bir tarafdan kasal ko'rgash, bir tarafdan o'quvchilarga dars o'tib, magistr aspiranti, doktor aspiranti tarbiyaladi. Bu jarayonda mamlakat ichi va sirtida 40 parchadan ortiq ilmiy maqola e'lon qildi. Adalet Qasim ilgari keyin bo'lib, Xinjiang tibbiy universiteti qarmog'idagi birinchi doktorxona Eg'iz bo'shliqi kasalliklari bo'limining mudiri, Eg'iz bo'shliqi engak jog' tashqi bo'lim mudiri, Xinjiang tibbiy universiteti Eg'iz bo'shliqi meditsina fakultetining doimiy muavin mudiri, Xinjiang tibbiy universiteti qarmog'idagi birinchi doktorxona muavin boshliqi qatorliq vazifalarni o'tadi. Uningdan boshqa Urumchi shaharlik va avtonom rayonlik davolash hodislarini texnikalik baholab bekitish komitetining a'zosi, avtonom rayonlik meyib yetim bolalarni operatsiya qilib salomatligini asliga keltirish mutaxassislar guruhining muavin boshlig'i, avtonom rayonlik Eg'iz bo'shliqi kasalliklarining oldini olish komitetining a'zosi, avtonom rayonlik sahiya nazorati oliy unvon baholash komitetining a'zosi, Urumchi shaharlik Eg'iz bo'shliqi meditsina jamiyatining boshlig'i qatorliq vazifalarni o'tagan. 2010-yili 9-oyda Xalqaro Eg'iz bo'shliqi kasalliklari akademiyasining akademiki bo'ldi. Adalet Qasim hozirgacha 30 dan ortiq magistr aspiranti, 5 doktor aspiranti tarbiyalab chiqdi. Hozir Adalet Qasim mutaxassislar ambarida kasal ko'rishdan sirt Xinjiang Ahyo Eg'iz bo'shliqi texnik maktabining maktab mudiri, Xinjiang Ma'rifat ayol korxonachilar tarbiyalash o'rnining maslahatchisi. Bugungi programmamizning aziz mehmoni bo'lsa, Xinjiang tibbiy universiteti Eg'iz kasalliklar bo'limining sobiq mudiri, tibbiy palla doktori Adalet Qasim xonim, qarshi olamiz. Assalam. Olur. Assalam. Hammanglarga assalam. Adalet bilan men 15 yildan oldin paranglashgan, ziyorat qilgan. Shu chaqdimi harjatni yaxshi turibdi-ku. 15 yildan yoq harjatni yaxshi turadi. Bu intayin qiyin. Sebebini deb qo'yaman. Chunki mushunda qunchilarning ichilayotganini ko'rgandan keyin har qanday xush bo'ldi. Demek boşta qunchilarning ichilganini ko'rgandan keyin Adalet'ninki jushqunligining mevasi deb qaraymiz. Adalet'te demek tibbiy ilm navbatda sizningki hayotingiz deb aytsak bo'ldi, ha? Shunday. Mushuni aytgan chog'da sizning mushu tibbiy ilm bilan shug'ullanib, mana hayotingizni o'tkazganingizni o'zingiz uchun yaxshi tanlash bo'ldi deb o'ylaymiz. Albatta. Nima uchun? Birinchidan, menimcha men bu kasbni sevib tanladim. İkinciden ben bu kasbni ishlash jarayonida aş ingrab yotgan bir bemorning angar xushal xo'ram ketganini ko'rgan vaqtimda uni qanchalik aktiv energiya qabul qilganini balkim bu yerda o'tirgan bizning maktabdan o'quvchilardan boshqalarning ancha his qilmaydi-ku deyman. Chunki odam degan bu dunyoda yashash deganning o'zi bergishlash degan gap. Endi biz hayotimizni shu xalqimizga
biz azroq kuchimiz bilan ashlar yordam qila olishimizning o'zi bizga berilgan aktiv energiya bo'lib, shuningdan biz har qatim bir bemorimiz qo'shilib chiqib ketgan vaqtida biz qanchalik qo'shilib, ko'nglimiz ichilib, yashirib ketganimizni sizlar his qilolmaysizlar. Afsus, aksicha bo'lib qolsa, bizning qanchalik tugishib, shu bemorning azoblarini uyiga kirib, tanatqichilik yostiqlarimizga ko'z yashirib to'kadiganini unum nurg'un odam bilmaydi. Endi bugungi kunda men rozi bo'ldim deganimda, chunki men shuncha ishlash jarayonida asosan mutlaq ko'p vaqtlarda bemorlarimning xo'shalib chiqib ketganini ko'rdim. Taki mana hozirgacha men janubga boray, shimolga boray yoki mening kasbdoshlarim, xizmatdoshlarim nega bo'lsin, shu bemorlarning seg'inib adolat doktoriga salom danglar degan shu bir salomni meni xo'sh qilib ketdi, gullantirib ketdi. Demek adalettemdeki bayanlardan şu narsa aniq oldu ki, yani bir adamdaki hayatını nemi dep düşünüşü o adamның takdirinden ve turmuşunun qanday bo'lishini bevası belgilaydigan narsa. Yani bayı adalettem aytdi, hayatning o'zi bir beg'ishlash dedi. Adalettem hayatını beg'ishlash deganlik uchun o'zining hayotini bemorlarga va azoblanganlarni qutqizishga beg'ishladi. Sizning dunyo qarshingiz qanday bo'lsa, sizning dunyoingiz ham shunday bo'ladi. Adalet Qasım tibbiy soatdan tunji chiqqan, yani eng dastlab chiqqan doktorlarımızdan birisi. Ondan başka doktorluktan tibbiy soatdan chiqish bilan birga bizning jamiyatimizga, ijtimoiy jamiyatga ta'sir ko'rsatgan shaxslarning birisi. Izchil turda o'xshamagan so'rinlarda o'ziniki fikr ko'z qarashlarini bayon qilgan. Adalettemning hayoti undaq oddiy ravon bo'lgan emas, balki nurg'unlagan o'ngsizlik va tirishchiliklarni yengish badlik ekan. Shunga biz adalettemniki mushu xil turmush kechirmishlarini asos qilgan nuqtada bir nutqni olsa qanday deysizlar? Assalomu alaykum, savoddoshlar. Bugun hammanglarni ko'rib men bak xursand bo'ldim. Chunki odatda bizningki jamiyatimizningki taraqqiyotida bunda bir doli bor, bunda bir haqiqat bor. U bo'lsa bir millatning istiqbolini ko'raman desang, shularning yoshlarini ko'raydi. Bir davlatning atisini bilaman desang, ashlarning yoshlarininki fikr qilishini anglab baqtaydi. Endi bugun haqqasinglarning shunday go'zal chiroylarini, shunday ruh o'tag'ini ko'rib, sizlarning chiroylaringlardan bir xil yanada xotirjamlik, xushallikni his qilyapmiz. Bugun sizlar bilan fikrlashish, aqllashish meningcha bu har bir insonga tava bo'ladigan baxt emas. Shuning uchun men bugun o'zimni intayin baxtli his qilman. Ikkinchidan, biz muallim bo'lib qolgan odamlarning odat haqlar birisi artist qilmaydi, birisi muallim qilmaydi deydi. Nima uchun deganda artistlar butun dardini naqsha usulidan chiqarib yetadi. Biz dars o'tish jarayonida dardimizni chiqarish bilan birlikda sizlar bilan aloqa qilish jarayonida, yoshlar bilan aloqa qilish jarayonida sizlarning yoshlig'inglarni o'g'irlaymiz. Shunga biz qeyrishni olmaymiz, ham qeyrmaymiz. Qo'shilamizlar, qo'shilmamizlar. Men o'zimninki beshimdan o'tgan kunlarni azroq sizlar bilan fikrlashib baqay. Chunki bizningki yashagan davrimiz sizlarning ba'zilaringlar anglagan, ba'zilaringlar anglabmi baxmagan davrlar. Masalan, biz madaniyat inqilobidan shunday bir qalayimqonchilikni yoshlarga deb bersam, ba'zilari faqat tushunmagan holatda mursini ko'tarib qo'yib chiqib ketadi. Uning oldida bo'lgan ocharchiliklarni bir kunga xusumuz osh, bizniki kiyimlarimiz bag'ansir cho'ngib ketganda bizning belvog'larimizning teshadigan teshishlarni ko'paytgan vaqtlarimizni sizlar balkim anglabmi baxmagan. Endi yangi ozod bo'lgan vaqtda bir tal qarindosh, bir tal daftar uchun biz shu hozirgi tantarbiya maydonidagi yerdan hozirgi yangioludagi yerga kelib bir tal daftar, bir tal qarindosh piyoda chiqib ketganlarimizni tasavvur qilolmaysizlar. Shuning uchun men faqat qisqartib, biz o'rta maktabda nima ko'rdik, oliy maktabda nima ko'rdik, jamiyat bizga nima tarbiyaladi, shularni ozliq deb basa bo'ldi deyman. Men shaxsan shu bizning oila Urumchiga ko'chib kelgandan keyin bizningki hozirgi Shinjongda shuning udliq to'g'ri kelgan 20-boshlang'ich maktabda o'qigan. U vaqtida bizning Shinjong bo'yicha 20-boshlang'ich maktab nihoyat yaxshi maktabdi. Chunki u maktabning yaxshiligining alohidligi nima deganda, shu vaqtlarda 50-yillarda ular o'xshash bo'lmagan madaniyatning bir o'rinda mujassamlashishining kelgusiga bo'lgan taraqqiyotini bilgandek, u maktabda 3 tillik sinflar ochilgan. Ya'ni Uyg'ur sinf, Xanzu sinf va O'ris sinf. Shuning uchun biz kichigimizdan
2 soat darsdan keyin tanharakatga chiqsak, bizningki muallimlarimiz o'xshamagan 3 tilda so'zlagandan keyin biz ondan tanharakat o'ynashga boshlagan. Men buni nima uchun bu shunday muhim nuqta qilyapman deganda, bundan keyingi hayotimizda biz nurg'un o'xshash bo'lmagan madaniyatlarningki bizga xuddi kelkundek beshimiz kelgan vaqtlarda biz tik turib ketdik. Chunki biz kichikkina vaqtimizda o'xshash bo'lmagan madaniyatning bir odamga bo'lgan ta'sirini qanday bo'ldigini, uningdan qanday ilg'orlikni o'rganish yoki bo'lmasa biz bilmagan narsaga qanday taqobil turishni bizga 20-boshlang'ich maktab o'rgatgan. Onundan keyin men to'liqsiz o'ttirga chiqqanda, hozirgi Urumchi shaharlik 14-o'ttira. Shu maktabda o'qigan vaqtidami, bizning maktabda dastlabda biz qizlar maktabga kirib o'qigan vaqtimizda, u maktab faqatla qizlar o'qiydi. Bir o'g'il bolaning chiroyimi yo'qdi. Uzoq o'tmasdan bu qizlarni nuqul o'qitish toza to'g'ri bo'lmaydi degan ideya bilan bizning maktabga 5-o'ttirdan va shu vaqtdagi Urumchidagi Darlitamdan o'g'illarni kelib bizni aralashtirib o'qitganda, rostini aytganda biz dastlabda buni qabul qilolmadik. Hatto tanaffus bo'lgan bo'lsa o'g'illar bilan gap qilmaymiz. Uzoq o'tmasdan bizning qizlar maktabini 6-o'ttira maktab o'zgartgandan keyin yenimizdagi to'liq o'ttira maktab, Hanzo maktabini aralashtirib, yana biz o'xshash bo'lmagan madaniyat mujassamlashib o'qiydigan bir maktabga kirib qoldik. Shuning bilan biz shu vaqtida yana qaytadan o'xshamagan madaniyat, o'xshamagan til bilan biz shu yana yosh vaqtimizda aralashdik. Undan keyin bu madaniyat inqilobi bo'lib ketdi. Men oliy maktabda o'qisam-kan, men cho'ng bo'lsam-kan, men jamiyatga qo'shilsam-kan degan hamma go'zal tushlarimiz, she'rin tushlarimizning hammasi nobud bo'lib, yezig tushdik, dehqon bo'ldik. Bizning bağa yerimizde ketmeni egiz götürüp dangada atsak, o ketmen beşimizge toңut degip peshonamiz ishib chiqadi, yana qattiqligida. Hozir aydirimga berib baqsanglar, naq shu biz yezig tushgan rayonlarda. Shu kunlarni o'tkazgandan keyin yana hukumat qaytadan o'qish fursatini qilganda, men chunki men to'liq o'tirib, to'liq o'qiganligim uchun shu vaqtga imtihonda Xinjiang bo'yicha birinchi bo'lib men Shanxayga bordim. Shanxayga borsam, ularning butun tili Shanxaycha. Men biladigan klassik Hanzo tili yo'q. Hammasi ham Shanxay tilida so'zlaydi ekan. Chunki Shanxay 2-Yishuan faqat Shanxay shahar ochgan maktab bo'lganligi uchun mamlakatning boshqa rayonlaridan o'quvchi olmaydi ekan. Shu biz borgan yilimiz birinchi qitim mamlakat bo'yicha o'quvchi Xinjiangda 3 olibdi. U 3-dan keyin 2 Hanzo birisi men. Biz 3 aylan berib o'qidik. Endi bu Shanxay tilida mening Hanzo saboqdoshlarim bilmaydi. Biz o'qidik. Qishdagi so'qda, so'qning dadida biz qaynoq bodilga qaynoq sakib o'rnimizni sap qo'yamiz. Diqqatsizlikdan hilqla chiqilib ketsa, kecha buzning ichida yotamiz. Sinfga kirib vaqtida cho'qim konspekt yozishimiz kerak. Konspekt yozsak, qalbimizning ichidagi siyolat to'nglab qoldi. Istifib o'qigan. Ashunda qilib biz u yerdagi o'qishni putirib Xinjiang qaytib keldik. Qaytib kelgandan keyin men bizning Yishuanga xizmat qilib birinchi anglagan gapim, sen o'qiydigan kasb yo'q, tushunganingmi, keyin tushunganingmi? Bu haqoratlarga chidag'il bo'lmaydi. Chunki biz Shanxayda o'qiganda 2-Yishuandagi Eg'iz kasallik fakulteti degan bu mamlakat bo'yicha dongliq kasb bo'lib, biz shunday sharoitda bu Eg'iz degan g'oyat mukammal kasb deb kelsak, bu hech kim ko'z kelmadi. Bizning doktorxonaning Eg'iz kasal bo'limi degan u hech kim ko'z kelmaydigan, faqat amalning yo'qligini qurib qo'ygan bir bo'limga bizda bo'limlarda ishlaydiganlarning mutlaq ko'pchiligi bu kasbni o'qimaganlar ekan. Bizningki ishlatadigan narsalarimiz o'ng'i dessak, so'ng'i piqiraydi ekan, so'ng'i dessak, o'ng'i piqiraydi ekan. Kishilarning hammasi var-vur jarjur bir kishi zamon qilg'icha kishilarning yig'ildi bilan shunday bir kasbga. Endi ishladik, tirishdik. Ashundaq sharoitda 100% kuchimizni chiqardik. Oxir bugungi kunda mana bizningki Yishuanning bolalarimiz o'tiribdi. Bugungi kunda biz kliniklik davolash bilan parallel yashaymiz, shundaqmi? Chunki kliniklik davolash Xinjiangda 60 yoshga kirdi. Bizning fakultetimiz biz 20 yoshga kirmadik, biz endi 13 yoshga kirdik. Shunaqa deyman. Ammo bizning hozir qilayotgan tadqiqotlarimiz, bizning tarbiyalagan odamlarimiz dunyoga tetib yashayotdi. Bu poyishimdagi eng arqa demoqchi bo'lganim nima degan vaqtda har qanday ajr javobsiz qolmaydi. Har qanday tirishchanlik chuqum o'zini isbotlab mangdi. Shuning men o'ylayman, mening umrim asosan shunday o'tdi. Shuning savoldoshlar bu gaplarni sizlarga deyish orqali sizlarning sharoitinglar bizning sharoitimiz qaraganda 1000 assa 10 ming assa ortiq men Shanxayga borganda biz 12 dan bir yotoqda o'tirdik. Endi hozir menimcha oliy maktablarning hech qaysida 12 dan bir yotoqda yotmaydi. Maqsad nima? Bizning maqsadimiz turmushdan rohatlanish yoki bo'lmasa boy yashash emas, balki shu Shanxaylikdagi bo'lgan bilim, ilmni ilib o'zimizni qo'sqiga to'plash. Shuningdek men
davomliq deydiganim, men bu ishda kimga rahmat deyman? Menga shu fursatni yaratib berganlarga rahmat deyman. Shu fursatni yaratib berganda men qo'limdagi iqtidorimni joriy qildirdim. O'quvchilarim, mening kasbdoshlarim, xizmatdoshlarim moslashdi. Atrofimizdagi jamiyatdagilar bizni tepatmadi. Shuning uchun biz bugungi kunni qo'lga keltirdik deb o'ylayman. Adalettemdeki muşu xil ro'yi bizning jamiyatimizga yoshlarga izchil ta'sir ko'rsatdi. Menimcha olimniki bilimidan boshqa uning ro'yi eng muhim ta'sir qiluvchi nuqta. Shuning uchun biz bu shu adalettemdeki shu ruhni o'rganishimiz kerak. Hammamiz bilamiz, adalettem Ahmetcan Qasimi efendimning qizi ya. Balki ba'zi yoshlar bilmasi mumkin. Assalamu alaykum, adalet malum. Ben sizden özlüksüz ügünüvatkan bir sabi notu buluşuptum bilen, siz hazır kadar terbiyelivatkan barlık okuğuşlaq vakalten, ben sizge tövende özemdeki âli ihtiramımni otluk salmamni yollayman. Rahmet, rahmet. Adalet malum, yaşlar özünki sapasını östürüş için özlüksüz toxtumay ügünüş gerek. Endi biz bundan keyin özümüzdeki aile turmuşini kuruşqa to'g'ri kelyapmiz. Endi biz bundan keyin qanday qiladi o'zimizniki kasbiy ham o'zimizniki oilamizniki muqimligini qo'g'dashni birlashtira olamiz. Mush to'g'risida bir o'zingizning ko'z qarashlaringizni biz bilan bahrlangan bo'lsangiz. Rahmet. Rahmet. Hozirgi zamonda masalanki bizning Uyg'ur jamiyatidagi oilalarda tangpungsizlik eg'ir. Tangpungsizlik eg'ir bo'lishini biz ko'zimiz bilan ko'rib turibmiz. Lekin bizningki mahir qizlarimiz va ishchan yigitlarimiz bir niyat, bir maqsadda o'zining eng yuqori saviyadagi sapasi bilan mushu oilaga hammamiz o'rtaq kuch to'plaganda bizningki kasbimizni ilgirlash bo'ldi, oilamizni muqimlik bo'ldi. Bunda demoqchi bo'lganim, hozir jamiyatimizda mundaq bir xato iqim bor. U bo'lsa-mu qizlarni o'qitib nima qildi, qizlarga mablag' solmasaqmi bo'ldi deydi. Xatomi? Bir jihatdan aytganda to'g'ri yeri bu bor. Nima uchun deganda qizval degan haqni qadimi. Shundaqmi? Ajdaqudunbaqni chelib ota-onalar o'zlarimiz qo'limiz bilan haqqi so'q beribmiz, haq akitidi. Ammo ikkinchi jihatdan aytganda, shu qiz mayli u qaysi oilada yashasin, kelgusida shu oilaninki farzandlarining onasi bo'ladi. Shuning uchun aqlli qiynanilar, aqlli yigitlar eng sapaliq qizlarni tanlaydi. Eng sapaliq, eng bilimi bor, qo'lidan eng ish keladigan qizlarni tanlaydi. Bu qizlar Mesela sizler Ali mektepte okudunlar, yancısını okudunlar, yani izdendinler, nurgun işlerini kıldınlar. Mesela sizler şu, senin keçenler yok, gündüzünler yok, hitinler yok, bayramınlar yok. Ama sizler özünlerini mükemmelleştirip bağdınlar. Gerçi görünüşte öyünün işleri sal hamdek, bazı işlerini sal bilmegende kığınımız bilen, kanç sapası yukarı kız var, o kazan bir şey çıkkanda çokum tamakını en kısa vakti en kısmetlik italaydı. O balısına bağında aşı balısına en pakiz, en ritimlik ağırtmayı çoğun kılalaydı. Hem de en mühimi aşı sapalık ana şu aziz kınanısıga ya ki şu köyümcan yolduşuga en sapalık sağlam balını tuğup verelaydı. Şu noktada netkanda ben bütün cemiyet okugan sapasını kütegen bilimlik noç kızlarımızı kat hürmetlep şu qiynalarning oldiga borganda izzatlab, hurmatini qilib, bularning qo'sqidagi umchidan to'liq foydalansa, u bir millat uchun hasillab to'p qo'shgan bo'ldi. Endi shundoq bir sharoitga erishalgan qizlar o'zlarininki kang qo'saqligi, yuqori darajalik bilim saviyasi va yuqori sapasi, yuqori axloqi bilan u oilani cho'qim qo'g'dab qolalaydi deb ishonman. Albatta bu yolg'iz bir shu qizninki yoki shu qinonning ishi emas, oldi bilan shu qizning sapasi yuqori bo'lish bilan birlikda shu qizni uyiga boshlab kirgan yigitlarning vazifasi. Chunki agar sen o'zing olgan ayolni oltin desang u oltin, go'har desang u go'har, axlat desang u axlat.
Demek bundaq bo'lish uchun bizning yigitlarimiz shu qizlarning sapalaridan o'rganib, shu qizlar bilan tang mang'alasa, bu aileler bizning millatimizning, bizning xalqimizning, bizning go'zal vatanimizning texmi go'zal bo'lishiga to'p qo'shalaydi deb o'ylayman. Rahmat. Her birimiz özümüzün ailede şu şahsiyetlerden, şu melikelerden yaşamamız gerek. Aldı bilen özümüzü hürmet kılışımız, karşı tarafımızı hürmet kılışımız, atalar hürmet kılışımız gerek. Aslında bu anda menanda o bakıt çokum siz gideve. Onu hiç kim tatıp alamaydı. Assalomu alaykum Adalat opa, yaxshimisiz? Men Tibbiy universitet o'quvchisi Muyassar bo'lman. Am sizdan so'raydigan bir savolim, hozirgi bir qism yoshlarda o'rganish qizg'inligi, o'rganish nishoni ham umrlik orzu qatorliq jihatlardan nihoyat osonlik bo'shab ketadigan, bel qo'yadigan xohishlar mavjud. Unda xuddi biz qanday qilsak reallik bilan orzuni ham hozirgi muhit bilan nishonni birlashtira olamiz, ham natija qozona olamiz. Shu ozroq bizga maslahat bergan bo'lsangiz. Endi aldı bilen ben oylayman, bugün meşeye gelgen ballarının hemmisi eğer özünü mükemmelleştirişini arzu kılmagan boz kemeyetti. Şunda kodayım. Bir muşu Şinjan balla jonluvattı tarım gonçileri edip. Şunda kodayım, sizler okup çoğungan sizler. Şununla bir parça makale vergen. O makalenin mezmununu, mavzusunu Abdülhakim Hasan koyup dikeme üzem külüp ketkendim. Ballarım analarınlarının kuşuğundan düşüp gittiğinlerdi. Demekçi boğulun biz anılarmı ballarımızga qandaqdır мәңгі muşundaq ananın koyunda yaşaydıgan turmuşunu bəxş etadigandak terbiyeligerligimiz için bizning ballarımız ali mekteplerge çıqqanda yoki jamiyatga chiqqanda taqib qo'yganda ko'taramaydigan bo'lib qoldi. Unda bo'lmasi kerak. O'g'il bola degan o'g'il bola, qiz bola degan qiz bola. Endi bunga nima sababchi bo'ldi? Bunga albatta bizning nuqul tarbiyamizdagi yetersizlik, şu ballarımızın jirahni ko'rish iqtidorini taraqqiy qildirmaganligimiz bo'ldi. Shuning uchun men o'ylayman, bizni ota-onamiz mangu boqmaydi. Bizning shu maktablarda bizga yeşil chiroq yondirib bergan ustozlarimizmi qolib qoldi. Mana sizlar jamiyatga chiqish oldi tursizlar. Jamiyatga chiqqan kundan aytsizlar o'zinglarning qanchalik eg'irjuk bayrog'larga bosganini hozirmi his qilishga boshladinglar. Endi biz shuning uchun shu o'qish, tarbiyalash jarayonida biz o'zimizni rahat turmushga Bəxsadatga emas, belki japaga chidashga otivatsak, tarbiyalavatsak, shu vaqtida bizga kelgan baxsadat nihoyatda tatliq bo'ladi. Shuning uchun bugun men demoqchi bo'ldim, sen bu yo'lni tanladingmi? Shuni cho'qim mengib natija qozonishga tirishimiz kerak. Bizda Uyg'urlarda bir gap bor, yog'daq otga mingashma, mingashsan ko'tumag'ir demaydigan. Bilamsizlar shu gapni? Biz oliy maktabga keldik. Issiq uyimizni, chiroyli opimizni, yumshoq lag'minimizni, o'xshagan atkinimizni tashlab Urumchiga keldik. Keldikmi? Endi qaqshimayli. Kitobni o'qiyli, shu bilimninki eng cho'nqur yeriga negiziga berishga tirishayli. Bizning bilim doiramiz qancha cho'ng, bizning o'rganganimiz qancha cho'nqur bo'lsa, kelgusida jamiyat bizga cho'qim quchog'ini ochadi. Rahmat. Aşında qiyinchilik yengib, Shanxaydan iborat bilimninki bir bulug'i bo'lgan Shanxaydan iborat aşında shahardagi shu ustozlarning eng inchki narsalarni biz tirishib ilacı bas sümürüp ağalığımız için bugünkü günde bir Şinjan Tibbiy Üniversitesi'ne gelip yok bölümünü bağ kılıp, bağ bölümünü terak kıldırıp hazır biz klinikli dağılıştan kılaldık. Demekçi bu kılım capat atmasak bizge hiç kandak edi, halavet yok. Biz yaşlarımızda biz kandaktır, bizge bəxt mensup deyimiz, doğru. Biz bəxtke bugün erişmeyimiz, biz mektepten çıkanken erişimiz. Bulup mu bazı okuguçular undak sebeplerle derslerden, imtihanlardan ütenmeydi. Endi imtihandan o'tamaganlik degan u maylislikning asosi emas. Men bir gapni qilib beray, kulib ketmanglar. To'liqsiz putaganda to'liq o'tirg'i chiqadigan vaqtida meni to'liqsiz yana bir yil o'qi dedi. Men yana bir yil o'qiysan degandiki, men maktabdan to'liq yolvorib yurib, men qayta imtihon berish fursatini talab qilib, men qaytadan imtihon berib, arallah 60 nomer bilan to'liq o'tirg'i chiqdim. Ammo bu alam yuragimni hozirgacha men unutib qolmayman. Şu bir yazlık tatilde ben hiç qandaq yerga chiqib o'ynamay o'zim qulub selib solib elib xanzuch o'rgandim. Akşamları kichkin havoyada talaqsam qo'limni bir tal yog'ashmay yerga xanzuch xat yozdim. Ashunda qilib ben şu bir tatilde xanzu tildan kasb yetishib go'yiga chiqqan vaqtimizda men yetishib o'qidim. An to'liq o'ttirdim 3-yil o'qish bitaganda mening xanzu tildagi natijam Shinjang bo'yicha eng to'liq nomer olganman. 100 nomer bilan men oliy maktab imtihonida o'tib ketgan.
Acaba poğaça muallimke deyişinler mümkün. Ama ben poğaçılık qilmadim bu raqs. Ben şu vaqtida tushundim ki, ajr u hargiz sizni yerga qo'ymaydi. Tirishchanlik hech qachon sizni qarqimaydi. Tirishchanlik degan bu bizniki bebaho go'hrimiz ekan. Tirishchanlik degan bizning baxt saodatimizning yildizi ekan. Tirishchanlik degan bizniki beshimizni ko'tarib yuradigan bizning g'ururimizning eng cho'ng o'g'iti ekan. Shunga saboqdoshlar, men cho'qim tirishishni hammanglarga bek tavsiya qilaman, azizlarim. Sizlar yoshlardagi o'z mustaqil yashash ro'yining kamchil bo'lishida ota-onalarning mas'uliyati bor deb qaramsiz. Shu savolga bir javob bergansiz. Bola tarbiyalash masalasi bu dunyoviy masala. Shunday deyman, ha? Bu nihoyatda dunyoviy masala. Ammo taraqqiy qilgan allarninki ko'z qarashi bilan bizningki bo'lib bu Shinjongdagi ota-onalarning ko'z qarashida farq bor. Masalan, buningdan 10 necha yil ilgari deyman, Yaponlik şu yoshlarni tarbiyalash bir tashkilotining odamlari bir to'p bolalarni akilib bizning Shinjongdagi tang yoshdagi Hanzu va Uyg'ur bolalarini o'zlarining bolalari bilan taklimakan cho'lda mang'izdi. Ularga suv berdi, yeydigan nam berdi, mang'izdi. Ota-onalarmi bolalarni mas'ul chiqmasligi uchun bular bilan tang mangdi. Eng oxirgi manzilga yetgan vaqtida butun yaponlikning bolalari putlari ishib ketgan, qiziq qumda ko'yib ketgan, kalpuklari degan do'rdib ketgan, qo'saqlarning ochliqdan yig'lab ketgan, o'zining yukini ko'tarib yattaq yetib keldi. Endi bizningki Shinjonglik yoki bu Jungolik ota-onalarningki bolalari ota-onalar bu mashinaga chiqib olganligi uchun shu taklimakanning ma'lum oralig'ini kezib o'tish nimasiga bizning bolalarimiz bu imtihondan o'tolmagan. Ikkinchi bir masala bu shu 80 yılların ahir 90 yıllar bo'lsa kerak. Bizning oliy maktab bolalarining hammasi harbiy mashq qilish boshlandi. Hammanglarni qilib baqdinglar-ku deyman. Ha? Harbiy mashq boshlangandan keyin bizning telefonlarimiz u vaqtida qo'l telefon yo'q, BBG bor, yoki bo'lmasa uyimizdagi muqim telefon bor. Telefonlarimiz jiringlashdan to'xtamadi. O telefonlar kimlardan keldi desa, ota-onalardan keldi. Ularningki talabi nima deganda, "Atlikka mening bolam harbiy mashq qatnashidi ekan, u aptapda yiqilib qolsa men bo'lmaydi. Shunga bolamga og'riq degan ispravkani yozib bersangiz. Yoki og'riq deb buningga bir isbot bersangiz, yoki bo'lmasa sinf mas'uliga mening bundaq bir nimamninki bolasi sen harbiy mashq qatnashtirmasang deb iltimos qilsangiz" degan telefonlar ko'p kelib ketdi. Hem saboqdoshlar shu vaqtida mening yuragim bak og'irdi. Menimcha o'ganda shu bolalarning 10 kunlik harbiy mashq qatnashishining o'zini baxt deb bilishimiz kerak. Chunki shular shu 10 kun jarayonida o'g'illarimizni tiktirishni, qizlarimizni jafoga chidashni o'rgatadi. Ammo bizning ota-onalarimiz telefon berib, "Shuningdan bir xoli qilsang" dedi. Ama endi mening pozitsiyaimni bilsizlar, men uningga hargiz ha demayman. Ba'zilarning bolalarini chaqirib kelib, "Naring og'riydi" desa, mening ham yerim saq, biroq men qatnashmaydim. Ota-onamiz bizni bu dunyoga akeldi. Biz ularni ayblashga haqqimiz yo'q. Lekin jamiyatdagi undaq qishlar ota-onamizning beshini aylantirib, bizni undaq degan vaqtda bizning ota-onalarga tarbiya berish mas'uliyatimiz bor. Chunki sizlar oliy maktabda o'qidinglar, u ota-onalar balki oliy maktabning yuzini ko'rmakdir, oliy maktabning busuqsini deb sapaqmagan odamlar. Shuning uchun bolalar o'zimizning irodasini kuchaytirish bilan birlikda ota-onamizga ta'sir ko'rsatib, ota-onaning quchog'idan tushib ketini. Hozirgi jamiyatdagi yoshlarning ash kuni 23 kunda ajrashib ketdi degan bir gapni angladim. Ash 23 kunda bir oilaning buzilishining sababi nima deganda, bu yoshlar ota-onaning quchog'idan bak uzoq turib ketgachga, ularga mehr muhabbat shu ota-onaning quchog'idan boshqa yerda his qilmaganlikdan bo'ldi deb tushundim. Adalet malum yaxshimisiz? Uzluksiz tirishib, mana nurg'ulg'an natijalarni yaratibsiz. Malum mening demoqchi bo'lganim, mening so'ramoqchi bo'lganim, malum zot qanday bir ruh sizga ta'sir qilib, shu uzluksiz tirishib, ya'ni shu hozirgidek natijalarga erishishingizga turtki bo'lgandi. Endi buning sababi balkim bir necha bo'lishi mumkin. Men o'zim tahlil qilsam, birisi bizning oila tarixdan buyon ma'rifchi oilasi. Bu ma'rifchi bo'lganda konkret ma'rif qilmagan bilan jamiyatga o'qituvchi bo'lgan. Shuning uchun bizning kichigimizdan qulog'imizga kirgan gap cho'qim o'qish kerak.
Mening kichigimdan bir alayidligim men kitob o'qish, havaskor. Shuning uchun kichigimdan mening vujudimda bu o't yeniqliq. Chuqum o'qish kerak. Ammo shu vaqtda mening kallamga bir narsa singib ekan, har qanday bilim u o'zingning bo'lmasa, xalqning bilimi uzoqqa bormaydi. Ashundaq bir narsa ishqib iloji bor, xalqning bilimini iloji bor o'zimizning qilishimiz kerak. Chunki bizning nurg'un bilimimiz kitobdan keldi. Endi o'zimizdan qilgandan keyin uning bir sababini izlab topganda, u bizga eng mukammal yordamchi bo'ladi. U sizning keyingi natijalaringizga, xalqi oldida obro'ga erishishingizga, xalqingizga texmi cho'nqur haqiqiy mulozimat qilishingizga u yiltiz, cho'nqur yiltiz, u sizningki buningdan keyingi butun ömrünüzdeki sizge hiç kandak adam sizden tatip alamaydigan bir hamroh. Shuning uchun men qaytadan beshimni ko'tarib o'qishga intilganligimdan pushmon qilmayman. Endi bu yerda bir ozroq bir maxfiyatlikni deb beray. Men Shanxayga o'qishga manganda mening kichik bolam 7 oylik beshikda qolgan. Men shu 7 oylik bolamni beshikda tashlab oilaliklarımga ketib, meningki karotimning ustida bolalarimning rasm chaplaqliq, mening kunda ko'zimdan bika olib qolsam ko'z yosh qurmagan. Chunki o'zinglar bilasizlar, bola degan ona uchun u nima u? Uni men tashlab qo'yib kelganim uchun qattiq pushmon qildim. Lekin mening esidadim, agar men atugin kuchli ona bo'lsam, bolalarim baxtga erishadi. Agar men ojiz ona bo'lib qolsam, bolalarim baxtsiz bo'ldi deydigan mushundaq bir kuch bilan men o'qib ketdim. Rahmat. Assalomu alaykum, Adalat muallim. Men Tibbiy universitet qanunchiligidagi ahyo kasbiy texnik tarbiyalashmoqchi bilan olimjon bo'laman. Hamda hozir mushu yoshlar bo'lsin, mayli cho'nglar bo'lsin, hammalar qiyinchilik uchrab turibmiz. Hamma kishilar uchrab turdi. Hamda hamma odamlarning qiyinchilikni taqobil turish nimasi o'xshamaydi. Hamda siz mushu hozirgi zaman kishilarimizning qiyinchilik taqobil turishiga qanday qaraysiz? Menimcha u qiyinchilik bizni qo'rqitib boqadigan bir biz kichik vaqtimizda bo'ji keldi, bo'ri keldi deydi. Shunaqa deyman. Shu bo'ji o qiyinchilik. Biz undan qo'rqsak, u bizni qo'rqitadi. Ammo biz undan qo'rqmasak, u bizdan qo'rqib qochadi. Shunaqa qiyinchilik yo'liqdan degan gapga men hayron qolman. Masalan, bizningki ba'zi tarix shunday bo'lgan. Ma'lum bir o'quvchimizni ishkirga avatsa, u ota-onalari hali boshini akib oldi. Akib olgandan keyin men so'radim, "Nimishga akib oldinglar?" desam, "Balam tamoqdan qiynalib ketib, oshqozon og'rib qopti" dedi. Shundan men bu ayoldan so'radim, "Sizning balangiz borgan o'rinda odam yashaydigan yamika yo odam bo'lmaydigan yamika?" desam, ochiq kelib ketdi. "Nimandaq gap qilsiz?" deb. Men dedim, "Qiyinchilik bo'lsa, masalan men Shanxayda 3 yil o'qidim, Bejingda 1 yil jinsho qildim. Men 1 yil jinsho qilish jarayonida tamoq yo'q. Nemishki yo'q deganda men ishlagan doktorxona Chamminninki Jungo Yaponiya doktorxonasi Bejing Bepaqalla bormaringlar. Shu doktorxonaning biqindi bo'lib, u atrofda na Tungan oshxonasi, na Uyg'ur oshxonasi hech nima yo'q, shunday bir rayon. Endi ashada men 1 yil shu qilishda men degan shu bizning kasbni tashqi kesildi dedim. U bizning qilayotgan kasbimizning vaqti yo'q. Masalan, men 12 tomoq yeyman, 5 ta ishdan tushmaydigan yolg'on gap. Biz aprasak bir chiqib kelsak, balki 4-5 ta tushimiz. O vaqtida yerimizdagi Jungo Yaponiya do'stlik doktorxonasining Tunganlar ichpagan oshxonasi tomoq qolmaydi. Shu 1 yil jarayonida men nima yedim? Kunda yeydiganim bir mo'ma. Yoki bo'lmasa uydan avatgan bir tal non. Endi uning bilan o'rtug'ul bo'lamdi, bo'lmaydi. Yerimizdagi do'kondan xom tuxumni akirib qo'yib, kasallar tomoq isitadigan yerda munchalik ko'rda tuxumni pishirib, atdiganda xaltliq sutdan birini ekilib, ashning bilan choy ichaman. Tushda bir buloq go'amanni shu suvga tashlab, uni yana shu tuxumni chiqib, yana shu pomidorni to'g'rab silib, kunda tushda yeydiganim go'aman. Hozir so'zmen debsizlar. Go'aman va tuxumdan taraqqan ashundaq bir narsa. Kashti bo'lsa, heyliq sutga ozroq choyni demlab, aralashtirib, shu qo'limdagi yajig mo'ma yoki non yoki bo'lmasa Tungalarning oshqoldirini akib olgan har xil yeydigan nonsimon narsa. Ashunday qilib to'p-to'g'ri 1 yil turdim. Qiyinchilik kirdi. Chunki bizning eng uchraydigan qiyinchiligimiz shu.
Ben şu vaqtida his qildim, agar men qiyinchilik deb ketib qolgan bo'lsam, men ketsam bo'ladi. Chunki u vaqtda bizning doktorxonadan cho'qim sen jinshoq borsa deb avatgan emas. Men o'zim men berib mukammallashib kelmasam bo'lmadi, mening bilim doiram yetmadi deb borgan. Shuning uchun men cho'qim o'zimning lavzida turishni bilishim kerak deb men turgan. Demak biz qiyinchilik bilan lavzida turish deganni birlashtirsak, u qiyinchilik biz uchun cho'qim yengilib ketadi. Qiyinchilikning oldida biz bir qadam chekilsak, qiyinchilik bizni 10 qadam qachatlaydi. Şoňlaşqa Alimjon sen özüňmi 5-nji çıkışlarını ötközgen bola. Men işinime biz o qiyinçilikdan qo'rqmaganlarga g'alaba mansub. Şoňlaşqa qiyinçilikni çoqum yeňiş kerak. Yengil buludu. Bu qiyinçilik yalğız sana yoki man kelmaydi. Hammamizga keldi. Qanday pozitsiya tutamiz? Masalan, bizning doktorxonamizga ne professorlarimizning o'tmishini o'rgansangiz, hatto birsi menga shunday degandi. Men ma'lum shahardan mush Urumchiga o'qiydigan vaqtimda oilamdagi qiyinchilikning cho'ngligidan mening 2 putimdagi cho'qay 2 qildi. Paypog'im yo'qdi. Ben kelgan vaqtda bizning maktabdagi qizlar degan meni zangli qilib, hech kim gap qilib unmaydi. O'g'illar meni arg'amaydi. Ben degan kunda akşamızda yatak kirib bulduk yig'laydim. Amalim yo'q. Chunki mening o'xshash cho'qiyim bo'lgan emas, mening ota-onamning menga cho'qayib bergidek iqtidor bo'lmagan. Meni hukumat o'qitdi. Mana men bugungi kunda har qanday vaqtda qiyinchilik va bolalarning qiyinchiligini hal qilishga men tayyor. Mana mening har oyda bunchalik pulni men bolalarga bermay. Chunki mushu bolalar men ko'rgan shu yakpay cho'qayda, 2 xil cho'qayda maktab kelmisi ekan deb arzu qilaman degan. Saboqdoshlar, shu qiyinchilikmi, qiyinchilik emasmi? Naq aşı ustazning gapleri nurg'un vaqtlarda mening o kishi o'lib ketdi. Nurg'un vaqtlarda aşı kishininki shu gapleri isim kelib qoldi. Demak, agar shu vaqtida men yakpay cho'qaylar keldim, men qizlar meni ko'z kelmadi, mening kasbdoshlarim ko'z kelmadi, mening muallimlarim, o'quvchilarim meni arg'amdi degan bo'lsa, u balkim chekinib ketgan bo'lsa, shu dehqon bo'lib, umr dehqon bo'lib o'tgan bo'ladi. Ammo u doktor bo'lganki, qo'lidagi oliy hunar bilan o'sha nurg'un dehqonning, nurg'un ingrab turgan bemorning masalasini hal qildi. Nurg'un qiyinchiligi bor kasallarninki doktorxona bilan deyishib, nurg'un pulni azaytib, nurg'un odamlarning chiroyiga kulki ato qilib yo'lga solgan. Adalet malum yaxshimsiz. Ben Yaşar Gelgan Arzugül. Bugün intayin ahmiyetli leksiya bo'ldi deb qarayman. Intayin cho'nqir ta'sirotlarga erishdim. Endi oxirida sizdan bir savol so'rsam, ana pishqadan ma'rifchi bo'lsangiz bilan bizni oliy maktab o'quvchilarini, andan yoshlardan qanday kutadigan arzu-umidlaringiz bor? Andan biz bu raqobat to'lgan davrda biz o'zimizni qanday tayyorliklar bilan yuz kelishimiz kerak deb qaraysiz? Rahmat. Endi men o'ylayman, agar bizning yoshlardan kutgan umidimiz bo'lmasa, bu yakap o'tamaymiz. Shunday qo'ymayman. Ben bugun ekran va sizlarning oldinglarda shunday bir bu savolga bunday javob bergim kelyapti. Dastlabda men bunday bir gapni qildim. Bir millatning atisi yoshlarning saposi bilan o'lchinadi dedi. Esinglarda bormi? Bu gapni men ijod qilgan gap emas. Bu gapni yoki bir oddiy odamlar ijod qilgan emas. Bu dunyo taraqqiyotidagi cho'qim aksiomaga aylangan bir haqiqat. Çünkü her qanday davlat yoki har qanday jamiyatda kishilar bizga baho berish, masalan bizning Uyg'ur millati kishilar baho berish uchun hech kimni ko'rmaydi. Yoshlarimiz bilan 5 minut paranglashgandan keyin bizning millatimizga baho berib bo'ldi. Demak biz o'zimiz uchun, millatimiz uchun cho'qim sapoyimizni o'stirishimiz kerak. Birinchidan. Odamning o'z hayotida nurg'unlig'an qiyinchiliklari bo'ldi. Endi tarixda nurg'unlig'an donalar mundaq gap qilgan. Bizning oldimizda biz urushdan g'alaba qilgandan keyin ikkinchi dushmanimiz paydo bo'ldi. U nima deganda nodonlik. Qo'shilamsizlar? Meningcha qo'shilsizlar. Chunki bu gapni donolar degan. Endi hozir bizning jamiyatimizda nodonlikning nega tushganini hammamiz bilamiz-ku deyman. Bu nodonlikni nim bilan tugutishni men uqmadim. Azizlarim, men sizlardan umid kutmagan bo'lsam bugun kelmaydim. Çünkü biz bu yaşa geldik, biz bu nadallıkını tüketadiğinga endi aciz. Endi bu nadallıkını sizler tüketisizler. Sizler tüketisizler ve sizler tüketisizler. Endi bu nadallıkını tüketiş, bu tuğu bizim kolumuzda sizlerge ötüş gerek. Benim hakasınlardan ümit kıldığım nadallıkını yoktaylı. Bununla bir âli mektepte okuş,
yoki bo'lmasa bir oyda 2000 ko'm maosh olish yetmaydi azizlarim. Bunga nayt jiq gap qilib ketadi. Shuning uchun men sizlardan umid qildiganim, cho'qim o'zinglarning kundalik kitoblaringlarni yaxshi o'qinglar. Kunda bizga bergan 8 soatlik o'rganish fursatidan to'liq foydalaninglar. Bu o'rganish degan cho'qim kitobimizni o'qish emas, jamiyatni o'rganish, eng muhimi cho'nqur tafakkur qilishni o'rganinglar. Oliy maktab hayoti odamning ömrüdeki en baxtli vaqt. Sizlarning hammanglar bir-biringlar savaqdash. Men o'ylayman, dunyoda savaqdashlikdan isil munosabat yo'q. Chunki sizlarda hech qanday manfaat to'qinish yo'q. Hech qanday bir-biringlar bilan raqobat mavjud emas. Hamma narsaning oldida biz barobar. Mushu kunda biz yaxshi do'stlarni topaylik, cho'nqur tafakkurdagi odamlar bilan aloqalashaylik. Bir qadam, bir maslanga mamiq 1 santimetr urilgan bo'lsa, 2 santimetr ursam nima bo'ladi deb o'ylaylik. Qanday deysizlar, qo'shilamsizlar? Savaqdoshlar, biz hammamiz bilamiz, bu raqobat deganda hech kim o'zining o'rnini haqi bekalab bermaydi. Ammo biz shu o'rindiqlarda o'tira oldik degan gap, biz shu o'rindiqqa layoqatli ish qila olganligimiz biz uchun o'tiribmiz. Hech kim bizga bekadan beka qizilgulga akib taqab qo'ymaydi. Hech kim bekadan beka majoshitaga chiqqan xinim demaydi. Hech kim bekadan beka voy Alloh shu demaydi. Her bir o'quvchiga, her bir insonga, her bir odamga, her bir kasbdoshga, her bir rahbarga bizning ta'sirimiz qolganligimiz uchun biz hozir mushunchalik o'ringa erişaldık. Hem de elbette mening sizlardan umid qildiganim bizga o'xshashlardan 10, 100 ming, milyon chiqsa mumkinmi? Adaletem nəhayət yaxşı paralarını qılıb bədi. Abiyam bir sınlar sordunlar, şu qiyinçılıqda biz qandaq pozitsiya tutuşumuz gerek dedinlər. Menimcə sizlər oylab baxыңlar. Biz adətdə 70 yaşlıq ayalını momam deb atayımız, ha? Demək, bizim aldığımızda bir momimiz örtürüb sözləb bədi bizə. İşte oldu mu? Demək, mana moşunun özü bizning qiyinchilik qandaq taqabul turishimiz kerakligidan ki ko'rsatmasi bo'lishi mumkin, ha? Menimcha adalatamniki bu xil ro'yininki va bu jihatni ko'rsatgan tirishchanliklariniki ya'ni ekranimiz orqali taqalgandan keyin butkul jamiyatga ta'sir ko'rsatishini, yoshlarimizga yangicha ilhom va madad bo'lishini umid qilamiz. Ko'pchilik rahmat, kelar sonni ko'rishaylik.